10-sanada tug'ilganlar, peshqadam, jizzaki mutafakkir, o'z rejalarini amalga oshirish uchun vaqt sarflamaydilar. Ishga aralashishlarni yoqtirishmaydi. O'ylaganlarini bajarish borasida qaysar, qat'iy va dovyurak, tasavvurga va ijodiy qobiliyatga boy. Ulkan muvaffaqiyatlarga erishish uchun katta miqdorda pul tikishdan, yo'qotishdan qo'rqishmaydi. Odatda ularga omad keladi. Rahbar sifatida xodimlarning ortiqcha savollarsiz faoliyat yuritishlarini talab qiladi. Ularni aldamaguncha atrofdagilar bilan yaxshi kelishadilar. Barcha bilan nozik masalalarda, muhabbatda, do'stlikda, ishda o'zaro mutanosiblikni talab qiladilar. Bu odamlar mustaqil. Asosiy shiorlari o'zing yasha va boshqalarning yashashiga ham imkon ber. Xalaqit berish, ko'r-ko'rona tobelikni yoqtirishmaydi. Ular o'z rahnamoliklarini boshqalar tomonidan tan olinishini va faxrlanishni istaydilar. Aqlli, serg'ayrat, tashabbuskor bo'lganliklari bois hayoti va faoliyati davomida osongina omadga erishadilar. Ular bilan murosa qilish qiyin emas. Bu odamlar qo'l ostidagilarga jonkuyar bo'lmasliklari ham mumkin. Ular qiziqqon, beixtiyor ravishda o'zgalarning fikrini inobatga olmasliklari ehtimoldan xoli emas. Agar bu odamlar boshqarib turilmasa, ular yo'llardagi barcha narsani yakson qilishlari mumkin. Shu bois 10-sanada tug'ilganlar o'zlarida chidamli tarbiyalashlari, jizzakilikdan saqlanishlariga to'g'ri keladi. Bu jismoniy faoliyatda, atrofdagilar bilan hissiy munosabatlarda, tinkasi quriguncha ishlagan vaqtlarda ayniqsa muhim. Mazkur sanada tug'ilgan insonlar yurak, ko'z, qon bosimi borasida ehtiyot bo'lishlari kerak. E'tiboringiz uchun rahmat. ndkstudio.uz Bara bara bara, bere bere bere, bara